Diqqat, shoshilinch xabar. O'zgidromet ertaga O'zbekistonning qaysi viloyatlarida kuchli yomg'ir yog'ishini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat, O'zgidromet 26 sentyabr kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahri va respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida, Sirdaryo, Toshkent, Jizzax va Samarqand viloyatlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, ba'zi joylarda kuchli bo'lishi va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Havo harorati kechasi 12-17 daraja, kunduzi 24-29 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning qolgan viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi minimumlari 12-17 daraja, kunduzi 29-24 daraja issiq bo'ladi.